Shukr va noshukrlik. Bag'dodni ocharchilik qamrab oldi. Qahatchilikdan aholining jamiki qatlami, xususan hammollar ham aziyat chekardi. Hammollardan biri noilojlikdan novvoyxona joylashgan ko'chaga burildi va issiq non ifori taralayotgan eshik oldiga kelib, ahvolim juda og'ir. Alloh rizosi uchun bir burda non bering deb iltimos qildi. Non yopayotgan ayol tandirdan yangi uzilgan nonni qiziga uzatib, "Shu odamga ber" dedi. Qiz nonni olib och qolgan hammolga berdi. U sevinchdan ichiga sig'may chopa ketdi va uyiga borib, qo'lidagi nonni mazza qilib yeyishni tasavvur qila boshladi. Bir payt ro'paradan kelayotgan odamning e'tirozli ovozi uni to'xtatdi. "Menga qara, qani aytchi, bu nonni qaysi uydan olding?" Hammol angladiki, bu odam non yopayotgan ayolning turmush o'rtog'i. U non olgan uyini qo'li bilan ishora qilib ko'rsatdi. Erkak darg'azab bo'lib boshini chayqadi. "Adashmabman. Shu zamonda menikilardan boshqa kim ham non berar edi sendaqalarga?" U shunday deb uyi tomon oshiqdi va eshikni ochishi hamon jahl bilan o'shqirdi. "Hammolga kim non berdi?" Xotini qo'rqib ketib, qiziga ishora qildi. "Qizimni ko'rsatsam balki turmush o'rtog'imning rahmi kelib unga indamas" deb o'yladi. Ammo xasislik va ziqnalik erining ko'zini qonga to'ldirgandi. U tayoq bilan qizining qo'liga chunonam urdiki, sho'rlikning bilagi qattiq shikastlandi. Ota norozi ohangda to'ng'illadi. "Duch kelgan kimsaga beraversanglar bu uyda non qoladimi? Vaholanki inson rizq yetganida shukr qilmog'i kerak. Noshukrlik va ziqnalik ne'matning ketishiga sabab bo'ladi. Alal oqibat u odamning taqdiri ham shunday bo'ldi. Qisqa vaqt ichida ishlari orqaga keta boshladi. Hatto shunday holga kelib qoldiki, uyiga non olib kelishga puli qolmadi. Oxiri rafiqasi va qiziga o'kinch bilan shunday dedi: Bugun uyga quruq qo'l bilan qaytdim. Chunki non sotib olishga yetadigan pul tushmadi. Bozorga borib odamlardan so'ranglar zora, bir burda bo'lsa ham non berishsa. Qizi ertasi kuni bozorga otlandi. Uyalgancha do'konlar oldiga borib, biror tanishim chiqib qolarmikin deya kuta boshladi. Shu payt bir do'kondor uning oldiga kelib, hol ahvol so'radi va "Bu yerda kimni kutyapsan?" dedi. "Non olishga sariq chiqamiz ham qolmadi. Biror tanishim chiqib qolsa, non puli so'rayman deb kutib turibman", javob berdi qiz. Shunda haligi odam cho'ntagidan biroz pul chiqarib unga uzatdi. "Bu pulga istaganingcha non sotib olishing mumkin." U shunday deb bu ishi bilan o'ziga berilgan ne'matning shukrini ado etishni o'yladi. Qiz singan qo'lini ortiga yashirib, boshqa qo'li bilan pulni olar ekan, bu holat erkakning e'tiborini tortdi. "Qo'lingga nima qildi? Xohlasang tabibga ko'rsatib davolatamiz. Menga berilgan ne'matlarning shukrini ado etishim uchun ham odamlarga yaxshilik qilmog'im kerak." Qiz avvaliga qo'liga nima bo'lganini aytishga biroz iymanib turdi. So'ng bo'lgan voqeani so'zlab berdi. "Bir yo'qsilga non bergan edim. Otam uni yo'lda to'xtatib, nonni qayerdan olganligini so'ragan. U esa bizning uyni ko'rsatgan. Otam kela solib shunday urdiki, natijada qo'lim mayib bo'lib qoldi. Bu holimdan uyalib, ko'chaga ham chiqa olmay qoldim." Buni eshitgan odam sevinchdan hayqirib yubordi. "Ey yaxshilar, tezroq keling. Men
men nihoyat izlagan tilla yurakli qizni topdim. Shu yerning o'zida uning qo'lini so'rayman. Sizlar bunga guvoh bo'ling. Taqdir nasib etsa, bu qiz mening umr yo'ldoshim bo'ladi. U qizga yuzlanib so'zida davom etdi. Bir vaqtlar nonga muhtoj bo'lib eshigingizga bosh urgan o'sha hammol men edim. Sen esa og'ir kunlarimda meni siylading. Demak, qo'ling sinib, nogiron bo'lib qolishingga ham men sababchiman. Buning ustiga o'sha vaqtda senga hech qanday yordam bera olmagandim. Bugun seni ko'rdim-u, ichimda muhabbat to'lqini jo'sh urib, menga non bergan qizga juda o'xshar ekan deb o'ylab turgandim. Adashmabman. Endi yaxshilik qilish navbati meniki. Kel. Suyukli rafiqam bo'l. Otangni ham bu tang ahvoldan birgalikda xalos etaylik. Shunday qilib, ikkisi kattalarning roziligini olish uchun yo'lga tushishdi. Rizqingga baraka kirishini xohlaysanmi? Unda shukr qilib yasha va senga berilganlardan boshqalarga ham ehson ayla. Zero shukr va sadaqa kutilmagan sirli xazinalarning eshigini ochadi. Agar noshukrlik qilib xasislik yo'lini tutsang, senga ato etilganlardan nochor va faqirlarga ulashmasang, ana shu holingdan qo'rq. Chunki ne'matlarning asl egasi sen emas, Allohdir. Kimning molini kimdan qizg'anyapsan?